Hozir sammoykaga keldim. Sammoykani sizlarga tanishtiraman hozir. Bularda boshqacha ekan. Sammoykani birinchisida, apparatida birinchisida avtomobil tagini yuvar ekan. Agar rasmini ham ko'rsatib qo'yibdi. Diskani oqartiradi. Ximiya. Bu keyin shampun bor ekan. Opalovach bu pena, opalovach bu oddiy suv, keyin mana bu yaltiratadigan suv, oxiridagi yog'li suv. Suv sepgandan keyin yomg'ir yog'sa yoki suv kiysa oqib tushib ketadi. Mana shuni artish shart emas. Oxirida o'sha suv sepasiz, bo'ldi. O'sha bemalol artmasdan ketsangiz bo'ladi. Mana ko'vriklaydiganlari bor ekan. Mo'yka juda zo'r emas, lekin faqat tangaga ishlar ekan. Shlankalarning joylashgani, temirlar hamda osilgan, u yoqqa bemalol ketar ekan. Agar qog'oz pul bo'lsa, mana bu yerdan tanga qolsangiz bo'lar ekan. Tanga qolib, keyin bemalol mo'yka qilib ishlataverasiz. Bu unchalik zo'r mo'yka emas ekan, chunki sharoit juda zo'r emas. Pilisosi yo'q, keyin diska yaltiratadiganlari yo'q. Bunaqa absolyutniy mo'yka emas ekan. O'rtacha mahallanishda joylashgan mo'yka ekan. Mo'ykaga baho beringlar. Bizda O'zbekistonda ham sammoykalarda xuddi shunaqa sharoitda shunaqa shampunli suv, yaltiratadigan, yog'li suv, toza suv, diskani yaltiratadigan ximiya suv, shunaqa tagini yuvadigan avtomobilni, tag qismini ham yuvadigan, shunaqa sharoitlari bor mo'yka bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Sog' bo'lasizlar.